Meyğizliq pengenning oilada eng oddiy qilish usulini ep keldim. Qarang, o'zi yumshoq, qambaq yeyishlik. Keling hamsa birga qilaylik. Bunga jex naslam ketmaydi. Bir piyola sut, yana bir piyola may, yana o'xshash nisbatda bir piyola shakar qo'ysak bo'ldi. Asosan may, sut, shakarlarni o'xshash o'lchamda qilib olamiz. Ondan azroq soda silib, 2 qo'shiq yo'g'on, 2 qo'shiq asal sevib olamiz. Ammo suyuq asal bo'lsa ham yaxshi bo'ldi. Ondan 2 tal tuxum chaqib olamiz. Uyanglarda seriq may bo'lib qolsa, undan azroq sevasanlar teximga o'xshaydi hujmo. Shundan bilan buni mushtaq pulchalg'uchda shakar erigich aralashtirib olamiz. Shakar erib mushalat kelganda, yana shu bayoq piyolada 2 piyola un sevib olamiz. Buni o'lchamni tanglab bo'lib, asli cho'ngroq qachida xamir qilsak yaxshi bo'lgan to'qma isim va yodimda yo'q ish qilib mushnandil qilib ketib, oxirgi kelib buni cho'ng qachiq to'kib olgan bo'ldim. Buni mushtaq qilib, oxirida yana 1 piyola unni az-azdan yedirolajmi, jami 3 piyola un qanqa bo'ladi. Bu da meninkidan azroq eshib qoldi. Shu oxirsida az-azdan yedirib qilsanglar, xamir mushtarak suyuq holatlam xamir qilsak bo'ldi. Ko'rib mushagicha kapsiz men qo'shib olib bir danaqsiz yurakni besib qo'yish arziydigan nima. Ondan azroq asalni azroq suv aralashtirib, eritib tayyor qilib olamiz. Xamirni normal cho'ng kichiklik mushta yumaloq qo'yib, asaldan surkab, meyg'izga besib olsak ham bo'ldi. Asalni surkumsak meyg'iz to'maydi hujmo. Shuning uchun mushtaq qilamiz. Tavshang silib 200 gradusda ahvol qarab mushtarak qizartib pishirib avasing.